Yozgacha 20 kilogramm tashlamoqchiman challenge. Kim meni iyul oyida chiqargan YouTube videomni ko'rgan bo'lsa, birinchi YouTube videomni chiqarganman, o'shanda ana shu kiyimimda uyimizni uborka qilganman. O'sha paytda ko'rgan bo'lsangiz kerak, qanday tiqilib qolgandim. Endi ko'ringlar qanaqa svobodniy turganini. Qizlar, Qizlar bilmayman, bu kiyimim hali bunday svobodniy turmagandi sotib olganimdan beri. Bilmayman, ko'rinyaptimi, sizlarga ko'rinmayaptimi? Dada. Arg'ilayapman, juda ham xursandman, bilaman sizlarni bezor qilim shu gapni aytib, lekin kim xohlasa challenge'imga qo'shilsin, kaloriya defitsit bilan sog'lom ovqatlanishni o'zimizga odat qilamiz. Dieta qilmaymiz, sog'lom ovqatlanamiz, hammasidan kam qo'shilamiz qizlar.